Bu drama Mohina TV tomonidan dublyaj qilinmoqda. Sof qalb. Birinchi qism. Vaqt boshlaridan beri afsonalarda Yuli deb nomlangan buloq samoviy tog' haqida hikoya qilinardi. Undan ichgan odamlar o'lmaslikka erishardi. Jinlar esa 1000 yillik yetishtirishga erishardi. Biroq bu tog' osmon va yer o'rtasida suzib yurardi. Faqat qadimgi kunlu rahbarligi bilan u yerga olib borishi mumkin. Odamlar va jinlar uni topishga harakat qilgan tanimsiz. Ular orasida Tianjin qirolligi imperatori ko'p o'ylagan edi. Hatto 7 ta qimmatbaho ekspeditsiya yuborgan. Samoviy tog'mi? Menga ilohiy baraka in'om etildi. Bu yo'li bahori bo'lsa kerak.